Assalomu alaykum onalar. Asalari shifo guruhi ahli. Men Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan shu yerga shifo izlab keldik. Poliartrit 2-darajasi bo'g'in og'riqlari, prostata shamollashlari, oyoq ishlari o'zi keldi. Yerimga kelishimga sabab mana shu yerda davolanib ketgan o'zimizning hamshaharimiz G'ulom aka sabab bo'ldi. Avvalroq hozir 2 kurs lecheni oldim shu yerda. Apiterapiya bo'yicha 80-90% natijaga erishdim. Hozirda 2-kursda xudo xolasa tugatdingiz. 80-90% ga natijaga erishdingiz inshaalloh. Yaxshi. Juda zo'r. Endi sizda poliartrit kasalligi bilan kelingan ekan, mana 2-darajasi. Xo'p, ikkala tizada qotishlar ham bor edi ekan. Hozirda qotishlaringiz qanday o'zgarish bo'ldi? Qotishlarim yo'q hozir. Shishlar ham o'zi yo'qolib ketdi. Yaxshi. Bel og'rig'i bor ekan, bo'yin og'rig'i bor ekan, bularchi? Ular ham yo'qoldi. Hozirda og'riqlardan yo'q, xudo xolasa. Yaxshi, bosh og'riqlaringiz ham yaxshilanib ketdi, xudo xolasa. Qo'l uvishlaringiz bor ekan, undachi? Qo'l uvishlarim yaxshi. Oldin ertalab tursam qisishim qiyin bo'lardi. Hozir yaxshi. Bemalol mahkam ushlay olyapsiz. Ancha quvvatga ham kirdingiz, xudo xolasa. Shu poliartrit kasalligi bilan kasallangan bemorlarga tavsiya qilasizmi muolajamizni? Tavsiya qilaman. Ertaroq kelib, avvalroq boshqa klinikalarga borib yurmang. Men o'zim 2 yildan beri mana shu klinikalarda davolanib, shifo topdim. Mana shu Allohning mo'jizasi asallari sabab mo'jiza topdik. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Juda yaxshi natijaga erishibsiz, xudo xolasa. Xursandmisiz axir? Xursandman, alhamdulillah. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Rahmat sizga ham.